Qolaylaştırılgan iman yürüşlüki 5. kısım Kıyamet gününü biliş. Abduri Şeyh Muhammed el-Cibali. Kiriş söz. İnnel hamdülillahi nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. Sünen-i Nesai 1589 numaralık hadisden. Tercümesi: Barlık hamd sana Allah subhanahu ve taala xastır. Allah'a hamd sana eytimiz. Allah'tan yardım tileyimiz. Allah'tan günahlarımızı kechirim qilishini tileyimiz. Allah sığınıp nefsimizden şerrinden, emellerimizden yamanlıqdan panah tileyimiz. Allah hidayet kıygan Ademni hiç kişi azdıralmaydı. Allah azdırgan, yani haqni körüp mü qabul kılmagan pasık Ademni hiç kişi hidayet kılalmaydı. Ve eşhedü en la ilahe illallahu vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Tercümesi: ve guvahlık vermen ki Allah'tan başka ibadetke layık hiç ilah yoktur. Ve yana guvahlık vermen ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bendisi ve elçisidir. Ya eyyühellezine amenuttakullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Tercümesi: ey müminler! Allah'a layık ravişte takvadarlık kılınlar. Fakat Müslümanlık haltınla bilenla vefat bulunlar. Sure Ali İmran 102. ayet. Ya eyyühen nasu taqu rabbakumullezî halakakum min nefsin vâhideh ve halaka minha zavcaha ve bethe minhuma ricalen kethîren ve nisâ'eh. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Tercümesi: ey insanlar! Sileni bir insandan, yani Adem aleyhisselamdan yaratkan, şu insandan, yani öz cinsinden onun cüptini, yani Havva'nı yaratkan ve uladın, yani Adem bilen Havva'dın nurgun ayallarını yaratkan Rabbinladın korkunlar. Bir-birinladın ners soraganda nam bilen soraydıgan Allah'tan korkunlar. Sil rahimni üzüp koyuştun saklanınlar. Allah hakikaten sileni, yani bütün ahvalınlarını küstüp turgucudur. Sure Nisa 1. ayet. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Tercümesi: ey müminler! Allah'tan korkunlar, doğru sözünü kılınlar. Allah sizlerinin amellerinlerini tüzeydi. Yani sileni yaxşı amellerge muvaffaq kılıdı. Günahınlarını mağfiret kılıdı. Kimi ki Allah'a ve onun peygamberine itaat kıysa zor muvaffaqiyet kazangan boludu. Sure Ahzab 70-71. ayetler. Şunundan keyin İnne asdaqal hadisi kitabullah ve ahsanal hadi هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tercümesi: çokum ki sözün en yaxşısı Allah'ın kitabıdır. Yolunun en yaxşısı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin yoludur. İşlarının en ziyanlığı din koşulgan yeniliklardır. Din koşulgan barlık yenilik bid'attir. Barlık bid'at azgınlıktır. Barlık azgınlık devzaktıdır. Ata-analarga ve muharipçilarga tavsiye.
Haqiqiy muarifning muddaasi. Haqiqiy muarif birovning ilmini oshirib, diniga bo'lgan tushunchisini yaxshilaydigan muarifdir. Haqiqiy muarif shaxsga o'zining yaratilishidagi hikmatni va uning bu hayotdagi rolini texmi yaxshi tondirdi. Haqiqiy muarif shaxsning qalbida haq bilan botilni ayiradigan kuchlik e'tiqod, uni haqqi bo'ysunib, botildan qochishga majburlaydigan kuchlik iymon shakllantirdi. Haqiqiy muarif jamiyatning ta'xirsiz ehtiyojidir. U tunji avlod musulmonlar erishgandek muvaffaqiyat va izzat hurmatga erishishning oldingi shartidir. Hozirgi islomiy darsliklardagi xatoliklar. Yuqorqidek nishonlarga ega muarifning musulmonlar orasida asosan yo'qolganligini ko'rish haqiqatan ichinishlidir. Bu sohaga boshlamchilik qilayotganlarning ko'pinchisida sap islomiy bilim va basirat kamchil. Ularning qalbida ular import qilingan islomiy kimlikni ig'ir darajada burmalaydigan bir talay muarif nazariyalari bilan to'ldirmoqchi bo'lgan bo'shliq mavjud. Haqiqatan hozirgi mavjud islomiy darsliklarga va bolalar o'qishliqlarga ko'z yugurtganda ro'shan bir masalani bayqag'ili bo'ladi. İslomiy balalar muarifida to'g'ri usul va materialni tanlashda ig'ir qalaymaqonchilik bor. Biz nurg'un islomiy balalar kitoblarining temillarining sehrgarlik va xurofiylik, botil aqida va urf-odatlar, tarixiy yolg'onchilik va tuhmatlar, kishini bezar qiladigan o'y-fikrlar yoki islom diniga zid bo'lgan diniy yoki ideyaviy e'tiqod bilan niqoblangan tashabbuslarni ko'rdiganligini bayqaymiz. Ixtiloflarni hal qilish. Mana mushular bizning so'yimlik yoshlarimizga atab mavjud yetarsizliklarni to'liqlaydigan va mavjud ixtiloflarni hal qiladigan kitoblarni yozishimizga turtki bo'ldi. Boshqa nashr buyumlarimizga o'xshash biz bu kitoblardami Alloh subhanahu va taolaning kitobi, Rasul sallallohu alayhi vasallamning sunnati va haqiqiy islom ulamolarining to'g'ri tushunchasidan iborat sahih manbalarni asos qilamiz. Biz bu kitoblarda oddiy til ishlatamiz va hukmlarni tushunishlik usulda ifodalaymiz. Shundaqla bu jarayonda o'z ichiga olgan doirasining to'g'riligi va ko'lamiga ta'sir yetkazmaymiz. Shu vajidan bu kitoblarni boshlang'ich va o'rta maktablarda darslik qilishga to'limi mos keladi. Uningdan boshqa ularning o'zgacha lohillanishi va nurg'un mashq savollari ularni foydali bilim ilish va ko'ngil etish manbasiga aylantirdi. Qolaylashtirilgan iymon tushunchasi. Qolaylashtirilgan iymon tushunchasi yurishlik o'qishlari Jibril alayhissalom hadisida tilga ilingan iymonning 6 turiki, ya'ni rukunini o'z ichiga oladi. Shundaqla shuningga aloqador ba'zi temalarni tafsiliy sharhlaydi. Mazkur material Qur'on va sunnatdan tanlangan sahih hadislarni asos qilgan. Mazkur kitoblarning tili yengil bo'lib, balalar va yoshlarga o'xshash so'zlik miqdori cheklik kishilarmi uni o'qib tushuna oladi. Mazkur yurishlik o'qishliqlar iymonning 6 turikini va shuningga munosabatlik tuvandagi temalarni o'z ichiga oladi. Birinchi, al-ilmu billah, ma'nosi Allohni bilish. Ikkinchi, ma'rifatul malaika, farishtalarni tonish. Uchinchi, ma'rifatu kutubillahi val Qur'an, ma'nosi Allohning kitoblarini va Qur'onni tonish. To'rtinchi, ma'rifatu anbiya'ullahi va rasulihi, tarjimasi Allohning payg'ambarlarini va rasullarini tonish. Beshinchi, ma'rifatu yawmil axir, tarjimasi
Kıyamet gününü tanış. 6. El-imanu bil-qadai vel-qadri. Tercümesi qada ve qadarga iman etiş. Ügünüşke ve hukumlarını düşünüşke kolaylık yaratish üçün yürüşlük, oquşluqlarning içindeki her bir kitap, bab, bölek ve paragraflarga ayrılgan. Onundan başka her bir bab şu hukumlarını ta'kidlaydigan, takrorlaydigan mashqlarni o'z ichiga oladi. Shu sababli asonlashtirilgan iymon tushunchasi, yurishlik o'qishliklari maktab va shaxslar uchun ishonchlik, qimmatlik o'rganish materiali manbasi bo'la oladi. İnşallah. Teşekkürname. Barliq hamd sana bu emgekni tamamlashni asonlashtirgan Rabbimiz Allah subhanahu ve taala xosdir. Shundaqla Allah subhanahu ve taaladan bu emgekni her qandaq şekilde qo'llab-quvvatlagan musulmonlarga ko'p ajr ato qilishini tilayman. Bo'libmi Abdullah al-Jibalining bu kitaplarning birinchi nashrining muqovasini loyilaganligi, qizlarimning bu kitobning korrektorligini qilganligi uchun Allah subhanahu ve taoladan ularga ko'p ajr ato qilishini tilayman. Allah subhanahu ve taolaning bu kichikkina emgegimizni musulmonlar uchun foydali qilib berishini, ayıplarimizni afu qilishini, xizmatlarimizni nifoq va kibrdan yiroq qilishini ve onu bizden qabul qilishini tilaymiz. Rabbimiz bizni ve barliq mu'minlarni afu qilgan, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge rahmet ve eminlik yağdırgan. Muhammed Mustafa al-Jibali Hicriye 1425 yılı Camadel ahir ayının 2. günü, miladiye 2004 yılı 19. iyul. 1. bab İmanның 5. töriki. İmanның 6 töriki. Mazkur yurishlik o'qishliqlarning birinchi qismi Allohni bilishda biz imanның 6 töriki haqida qisqacha to'xtalgan edik. Bu 6 törik, ya'ni rukun, Jibril alayhissalom hadisida bayon qilingan bo'lib, ayni chaqda Jibril alayhissalom Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yeniga kelib, uningdan iymon, ihson va qiyomat to'g'risida so'ragan. İmanның 6 töriki tuvandikilardir. Allohga iymon etish, farishtalarga iymon etish, samoviy kitoblarga iymon etish, payg'ambarlarga iymon etish, qiyomatga iymon etish, taqdirga iymon etish. Biz yuqoriqilarning hammasiga iymon etishimiz kerak. Allah subhanahu ve taala tuvandagi oyatda bularning dastlabki 4'ini bayon qilgan. Tercümesi, Peygamber Rabbi tarafidan onunğa nazil qilingan kitobga iymon keltirdi. Mu'minlarmu iymon keltirdi. Ularning hammasi Allohga va Allohning farishtalariga, kitoblarga va payg'ambarlarga iymon keltirdi. Sura Baqara 285-oyat. Andın Allah subhanahu ve taala bularning 5'ini tuvandagi oyatda bayon qilgan. Tercümesi, sizlarning kun chiqqan va kun patgan tarafga yuz keltirishinglarning o'zila yaxshi amalga yetmaydi. Balki Allohga, oxirat kuniga, farishtalarga, kitobga, ya'ni Alloh nazil qilgan kitoblarga, payg'ambarlarga iymon keltirish yaxshi amalga kirdi. Sura Baqara 177-oyat. Bu türük, ya'ni rukunlarning har qanday biriga iymon keltirmaganlar mu'min emas, kafirdir. Allah subhanahu ve taala bu vaqtda shundoq deydi. Tercümesi, kimiki Allohni, Allohning farishtalarini, kitoblarini, payg'ambarlarini va oxirat kunini inkor qiladigan, u qattiq ozg'on bo'ladi. Sura Nisa 136-oyat. Oxirat kuniga iymon keltirishning muhimligi. Ahiret günüge iman keltirish imanның 6 türiki, yani ruknining biridir.
Biz yuqoridagi oyatda Alloh subhanahu va taolaning o'ziga bo'lgan iymon bilan oxiratga bo'lgan iymonni yonma-yon zikr qilishidan oxiratga iymon keltirishning qanchalik muhimligini bilib olamiz. Oxirat kuni Qur'ondagi har bir suradagidek zikr va muhokama qilingan. Bu vaqtdagi muhokamalar xilma-xil shaklda bo'lib, bu ba'zida dalil isbotlar bilan tushuntirilgan bo'lsa, yana ba'zida misol va o'rnaklar orqali tushuntirilgan. Oxirat kuni haqida to'g'ri tushunchaga ega bo'lish va uningga qat'iy ishonish tuvandikidek sabablar tufayli biz uchun intayin muhim va foydalidir. Birinchi, u bizning Alloh subhanahu va taolaning ilmi, hikmati va adolatiga bo'lgan iymonimizni kuchlantirdi. U bizni Alloh subhanahu va taolaning bu dunyoni maqsadsiz yaratmasdan, balki intayin büyük hikmet bilan yaratganligini, bu hikmetning oxiratda texmi ochiq o'tirg'i chiqadiganligini tushunish imkoniyatiga ega qiladi. Ikkinchi, u bizni oxiratda mukofotga erishish va u kundagi jazodan saqlanish uchun Alloh subhanahu va taolaga taqvodorlik qilishga undaydi. Uchinchi, u bizning o'zimizning mavjudligi sababini, biz qo'g'ilishga tegishlik adoqqa g'oyini va Alloh subhanahu va taolo yaratgan maxluqotlarning eng oxirgi manzilini tushunishimizga turtki bo'ladi. Bu o'z navbatida hayotimizni ma'niga va nishonga ega qiladi. Shundaqla zihnimizni dal mushu uchiq nishonni ishga oshirishga markazlashtirib, xushal-xuram yashashimizga turtki bo'ladi. To'rtinchi, u kafirlarning oxirat haqidagi tushunchalarining botil ekanligini bizga ochiq ko'rsatib berdi. Kafirlarning ba'zilari oxiratni to'liq inkor qilib, o'zlarining o'limdan keyin abadiy to'piga aylanib ketadiganligini, mangu terildirilmaydiganligini da'vo qilsa, yana ba'zilari Alloh subhanahu va taolaning hikmatini va adolatini tuvan ko'radigan xato tushunchalarga egadir. Oxirat kunining ismlari. Oxirat kuni dunyo hayotidagi kunlarga o'xshash normal bir kun emas, aksicha u favqulodda uzun, olamning tamoman halok qilinishi bilan boshlanadigan, ondan olam qaytadan barpo qilinib, o'liklar terildiriladigan, ondan maxluqotlar bir yerga to'planib, necha ming yilga barobar uzun vaqtda ularning amallaridan hisob elinadigan bir kundir. Shuningdan keyin jannat yoki do'zaxdagi abadiy hayot boshlanadi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda oxirat kunini har xil ismlar bilan atagan. Bu ismlarning har biri oxirat kuni yuz beradigan ma'lum bir ahvol yoki voqeani sifatlagan. Tuvanda biz shu ismlarni va ularning qisqacha tushuntirilishini jadvallashtirdik. Bu jadvalning oxirida shu ismlar zikr qilingan oyatlardan ba'zilarini naql qildik. Birinchi ismi al-axira yoki yawmul axira. Ma'nosi oxirat yoki oxirat kuni. Vaqa bizning hozirgi hayotimizdan keyingi hayot. Dalil tarjimasi farishtalar mu'minlarga aytadiki, biz dunyoda oxiratda sizlarning do'stlaringlarmiz. Sura Fussilat 31-oyat. Ikkinchi Yawmul ba'th. Terildirilish kuni. Alloh subhanahu va taolo insonlarni terildirdi. Dalil tarjimasi ilmi ba, iymoni ba odamlar aytdi. Sizlar Allohning taqdiri bo'yicha dunyoda va qabrlarda terildirilish kunigacha qoldinglar. Mana bu qiyomat kunidir. Lekin sizlar bilmaydinglar. Ya'ni qiyomatning haqligiga ishonmaydinglar.
Sure Rum 56. ayet. 3. Yevmel kıyame. Kıyamet yani turguzuluş günü. Kişiler kabirlerinden turguzuludu. Şundakla Allah Subhanahu ve Taala'nın huzurunda turdu. Delili tercümesi kıyamet günü Allah'a yalganlı çaplaganlarının yüzlerini kapkarı görsen. Cehennemde mutekebbirlerge orun yok mu? Sure Zümer 60. ayet. 4. Es-sa'a. En ahirki saat. En ahirki saat yani kıyamet günü Allah Subhanahu ve Teala bütün dünyanı halak kılıp andın onu ahiret hayat için farklı halda kayıtı yaratıdı. Delil tercümesi ey insanlar Rabbinlardan korkunlar. Saat yani kıyametinin zilzilesi hakikaten çoğun iştir. Sure Hac 1. ayet. 5. Yevmel hisab. Hesap günü. Her kim bu dünyada kılganlardan hesap verirdi. Delil tercümesi Musa aytti. Men hakikaten menin Rabbim ve silenin Rabbinla boğan Allah Teala'ga sığınıp hesap günü yani kıyamet günüge işenmeydiğen her bir mutekebbirinin şerrinden panah dileymen. Sure Gafir 27. ayet. 6. Yevmeddin. Hüküm yani din günü. Allah Subhanahu ve Teala barlıq kişilerinin kılmışları üstüdün hüküm çıkırdı. Delil tercümesi Allah Teala hüküm yani din gününün egisidir. Sure Fatiha 4. ayet. Ahiret gününün Kur'an-ı Kerim'de bayan kılıngan isimlerden yani bazıları şulardır. Yevmül huruc. Kabirlerden çıkarılış günü. Yevmül fasl. Karar çıkarılış günü. Yevmel hasreti. Hasret günü. Yevmül hulud. Ebedilik günü. El-Qari'ah. Küçük külpet. Es-Sâhha. Kulakını gaz kılgıdak avaz. El-Gâşiyeh. Galip kelgücü vaka. Et-Tammetul Kubra. Galip kelgücü zor vaka. El-Vaki'ah. Zor vaka. El-Hakka. Hakikat. Ve hakezalar. Mahlukatının yaratılış muddaası. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'da özünün bu dünyanı bekar, maksatsız yaratmağanlığını bayan kıygan. Aksice o dünyanı büyük bir nişan ve maksat için yaratgan. Allah Subhanahu ve Teala bizni yarattı. Bizge nurgun talant ve iktidarlarını ata kıldı. Şundakla bizni zimindeki, denizdeki ve alem boşluğundaki sanaksız baylıklardan paydalanış imkaniyetiga ega kıldı. O bizni ziminin ve onun içindeki cemi narsinin hocilleri kıldı. Acaba Allah Subhanahu ve Teala muşularının hemmisini maksatsizlik kıygan mı? Eğer siz nihayet köp iktidarga ega hayvetlik bir maşina yoki bir asliha uskunani ko'rib, uni yasab chiqqan injenerdan uni nemishqa yasaganligini so'rasangiz, u injenerning buni yasashda hech bir maqsadim yo'q deyishi mumkinmi? Bundaq bir ishni eng hamoqat odamning sodir qilishini tasavvur qilib bo'lmaydi. Shundaq turuqliq bundaq bir bema'nilikni qandaqmi cheksiz hikmat sahibi bo'lgan Allah Subhanahu ve Teala'ga nisbat belgili bo'lsin. Allah Subhanahu ve Teala shundaq deydi. Tercümesi: ey insanlar, sizlar bizni o'zinglarni bekor yaratdi. O'zinglarni bizning dargohimizga qaytarilmaydi deb o'ylamsizlar. Haq podshoh Allah üstündür.
Uningdan boshqa ibodatga loyiq hech iloh yo'qdir. Allah ulug' arshning Rabbidir. Sura Mu'minun 116-oyat. Qiyomat qachon bo'ladi? Allah subhanahu va taolo qiyomatning qachon bo'ladiganligini hech kimga, hatto o'zining payg'ambarlariga va muqarrab, ya'ni yaqin farishtalarga mo aytib bermagan. Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: Qiyomat haqidagi ilm faqat Allohga oiddir. Sura Fussilat 47-oyat. Allah subhanahu va taolo yana shunday deydi. Tarjimasi: Ey Muhammad sallallahu alayhi vasallam, ular sendan qiyomatning qachon bo'ladiganligini so'raydi. Aytqinki, uning qachon bo'ladiganligini faqat Rabbim Alloh taolo biladi. Uni faqat o'zi belgilagan vaqtda maydonga chiqardi. U, ya'ni qiyomat osmondami, zimindami ig'ir vaqadir. U sizlarga tuyuqsiz keladi. Go'yo sen qiyomat bilan nihoyat tanishdek, uni sendan so'rashidi. Aytqinki, uning vaqtini faqat Alloh biladi. Lekin kishilarning to'lisi uning vaqtining maxfiy bo'lishidagi sababini bilmaydi. Sura A'rof 187-oyat. Qiyomat kunidagi hodisalar. Biz bu kitobning keyingi boblarida qiyomat kuni yuz beradigan hadislarni zamon tartibi bo'yicha bayon qilamiz inshaalloh.